Lekin Best Mebel kanali obunachilari ko'rishingiz mumkin. Noodatiy uslubda tayyorlangan yotoqxona mebelimiz. Hop, bu mebelimiz materialiga keladigan bo'lsa, rossiyskiy laminatdan ishlatilgan atachentoli bo'ladi. Buni boshqa ranglari ham mavjud. Hop, bu tomoniga profil o'rnatib berganmiz. Profillari ham plotniy tushgan. Profilimiz ichi ancha narsalar sig'adi. Mexanizmlari vakuum bo'ladi, avtomatik yopiladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomoniga o'tadigan bo'lsak, bu tomonida ham mana katta kichik kiyimlar bemalol ilsalar bo'ladi. Hop, bu yotoqxona mebelimiz high-tech fasonda tayyorlangan bo'ladi. Matraslariga keladigan bo'lsak, eng qalin sifatli matrasdan ishlatilgan. Hop, buni tortmasi qayerda deganlarga, tortmasi bu yerda bo'ladi. Bu ham avtomatik yopiladi. Bu yotoqxona mebelimizga eng sifatli mexanizmlar ishlatilgan. Hop, bu tomonga keladigan bo'lsa, televizor uchun televizorni zona qilib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Hop, buni boshqacha ranglari ham bor. Uylarni remontiga qarab, rangiga qarab o'zingizlar tanlaganinglarni qilib beramiz. Tepalarida ham joy qolgan, mana qishki, yozgi kiyimlar uchun bemalol sig'adi. Hop, bu tomoni ham mana bemalol o'zingizlarga kerak bo'lgan narsalar asosiylar bo'ladi. Bu tomonda ham joy bor. Bu tomoniga ham asosiylar bo'ladi. Hop, bu ishimizni O'zbekiston bo'ylab joylarni borib o'lchab, xohlagan materiallarni qilib beramiz. İşimiz yoqqan bo'lsa, like bosib o'tib ketasizlar.